Dunyoda xo'rozni qo'rqitib yuborish uchun $500 jarima solish mumkin bo'lgan shahar borligi haqida hech o'ylab ko'rganmisizlar? Bu qonun qayerda va nima uchunligini shu videoda sizlarga aytib beraman. Men bu joyga shunchaki quyosh botishini ko'rishga keldim. Lekin Key West meni shunchaki lol qoldirdi. Bir kun ichida hayotimni sekinlashtirib yubordi. Ko'chalarda bemalol xo'rozlar yuradi. Ularni haydash yoki bezovta qilish qonunga xilof. Jarimasi bo'lsa $500gacha. Chunki bu xo'rozlar shahar ramzlaridan biri hisoblanadi. Hamma yo'lida bo'lsa xo'rozlarning haykalini ko'rishingiz mumkin. Har burchakda noyob restoranlar, hattoki bu yerda o'zbeklarning 10 dan ortiq restoranlari bor ekan. O'zbek akamiz bizani restoranlarda rosa mehmon qildilar. Bu yoqda baliq, bu boshqa dengiz mahsulotlari to'g'ridan to'g'ri okeandan kelar ekan. Ovqatlarining mazasiga bo'lsa gap yo'q. Okean bo'yida bo'lsa quyosh asta-sekinligi bilan botadi. Jonli musiqa, quvnoq odamlar, tropik atmosfera. Bu yoqda vaqt yo'qoladi. Dengizda bo'lsa shunaqangi vaqtimizni maroqli o'tkazdik. Menimcha hissiyotlarni bir umr odam esdan chiqara olmasa kerak. Key West bu erkinlik, tabiat va kayfiyat. Va aytgancha xo'rozlar bu yerda bo'lsa xo'jayin.